Mana shunaqa burundan tukilish sizni o'limga olib keladi. Burun bo'shlig'ida keraksiz narsani o'zi yo'q. Shu arzimas tukila ham tashqi muhitdan kirayotgan yirik chang zarrachalarini o'zida ushlab qolib, toza nafas olishga juda katta ahamiyatga ega. Burun bo'shlig'i konditsioner vazifasini bajarib beradi. Issiq havoni sovutib beradi, sovuq havoni ilitib beradi, namlab beradi. Xuddi shu funksiyada burun tuklari ham ishtirok etadi. Endi kim shu tuklarni yulib tashlasa, xuddi shu funksiyadan mahrum bo'ladi va eng yomoni yulgan o'rniga infeksiya tushsa, to'g'ridan-to'g'ri burun bo'shlig'idagi qon tomirlar bosh miya bilan bog'liq bo'lgan hisobiga yomon asoratlarga olib kelishi mumkin, hattoki o'limgacha olib kelishi mumkin. Sizlarda ham shunaqa burnini tukini tez-tez yuldiradigan tanishinglar bo'lsa, videoni tashlab qo'ying, ularga ham foyda bo'lsin.